Barchaga xayrli tong, mani quyoshchalarim. Bugun menda ertalabda bitta alg'u bor, keyin esa syomkamiz bor, как всегда. Увлажняющий krem qo'yib oldik. Mana shunaqangi ishlataman krem. Bilasizlar, Maftuna Lux salonini proyektini olganman. Shu proyektga syomka qilishimiz kerak bugun borib. Ideya masalasi har doimgidek bizni jicha qiynaydi, lekin xudoga shukr har bitta videoyimiz, ikkita videoyimiz milliondan 1,5 million, почти 2 millionga bordi. Qolgan videolarimiz 400-500 ahvat, shunaqa xudoga shukr. Endigina bir oy ishladik. Endi yana davom ettiryapmiz. Ro'molda bo'yanish osonmas. Undan солнцезащитка kremimni qo'ya olaman. Har kuni солнцезащитный krem qo'yaman. To'g'ri qo'yyapmanmi etaplarini qizlar aytib yuboringlar. Umvalkada yurib chiqdim, tonik qo'yaman, keyin har doim keyin увлажняющий krem qo'yaman, bitachini, keyin солнцезащитка qo'yaman. Siviritka mana esimdan chiqibdi. O'zi betim yog'li, ishdan kelganimcha yaltirlab, yana ham yog'li, asalchi bo'lib qolaman. Sponjimni qo'llab chiqdim, bu esa tonalkam. Undan tashqari yana boshqa tonalkalarim ham bor. Nimagadir men shunga shu tonalkaga o'rganib qolganman. Diordan original tonalkam ham bor. Вообще-то shuni qo'yib ko'ring bugun sizlar uchun. O'zimcha o'xshatib. Tak qizlar, tonalkamni qo'yib bo'ldim. Endi keyin esa mana chetdagi rumyanani o'rniga mana shunaqangi narsa qo'ydim. Olyapman deb bo'lmabman. Как pomadadaqa, lekin kontur deydi. Buni men Marjon Cosmetics'dan olganman. Sen suluv deb qo'yibdi nomini. Mana shunaqangi teng qo'yib olaman. Qoshim oxirgi marta shu nima qilib yuribman. Unaqa bir marta laminatsiya qildirdim, ancha bo'ldi to'g'rirog'i. Shunaqa yoqdi o'zimga qoshlarim. Mana bo'ldi. Qoshim ortiqcha bo'yalgan, ortiqcha qora bo'lishini xohlamayman, yoqtirmayman. Katta o'zimga yarashmaganga o'xshaydi. Qovog'im oldirganman qizlar. Mana ko'pchilik biladi, qovoqlarim olingan. Qovog'im oldirganimdan beri undan oldin ham o'zi qora teng qo'yardim. Hozir vashya qora teng qo'yishga o'rganib oldim, chunki shoflarim bilinmasin deb. Chetiga surkaman, qolgan joyini rastushokka qo'raman. Qalay bo'ldi. Oldin qovog'im borligida bunday qilib qo'yardim. Mana bunday qilib tortib turib, qovog'imni bunday qilib ochib turib, keyin qo'yardim, chunki qovog'im to'sib qolardi strelkani. O'zim yoshligimdan qovog'li qiz bo'lganman. Yoshligimdan qarindosh urug'larim meni kariz, qirg'iz deb chaqirishardi. Mana strelkalarimiz ham bo'ldi. Makiyajsiz juda ham kamdan kam holatlarda yuraman. Ayam yoshligim, kelinligimdan nima degan deylar. Qizim makiyaj qilib yurgan. Ani qo'shnilar, "Voy, bu Zaripaxonda nima kelini qirg'iz qovoq ekan deyishmasin, uyda makiyaj qilib yurgan" degan ayam. Demoqchimanki, makiyaj menga yarashadi, men esa makiyajga yarashaman. Bu pomadam juda qimmat emas. Golden Rose'niki, lekin rangi o'chmaydi, shunisi zo'r. O'zimni chetiga surkaganimni jicha ochartirish uchun qo'yib